Yana bir marra assalomu alaykum, qadrli muxlis. Mani ilm o'rganishga bo'lgan qiziqishim o'zimizni olim yo o'zimizni qanaqadek hali tasavvur qilmaganmiz hech qachon. Lekin o'rganishga qiziqishimiz beqiyos bo'lgan yoshlikdan va shu ilm o'rganishga, bilishga, ko'proq tushunishga qiziqishimizni qo'llab-quvvatlaydigan har qanday narsadan bahri-dilimiz ochilgan. Ota-onamizdan, davlatdan, yor birodarimizdan va hokazo va hokazo. Va shu o'rinda dinni o'rni ham beqiyos. Hadislarda, Qur'on sura va oyatlarida ilm haqida o'qiganimizda har doim bu diniy nuqtai nazardan payg'ambarimiz Alloh taolo tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan sohaligini bilganimizda yana ham odamni ishtiyoq olishadi. Hozirgi zamonaviy tilda motivatsiya deydi. Har doim shu motivatsiyamiz biroz kamayib qolgan paytda o'qiydigan, o'zimga o'qiydigan hadisim bor. Undan har gal o'qiganimda oladigan yangi tajriba va yangi bilimlarim bor. Shu yerda olayotgan narsalarimni sizlar bilan o'rtoqlashkim keldi. Endi hadis bo'lganligi uchun, katta hadis bo'lganligi uchun, xato bo'lib ketmasligi uchun o'qib sharhlayman. Sharhlayotgan vaqtimda o'zimning fikrlarimni aytaman. Bu qanaqadir qayerdadir permanent deydi, ya'ni qotirib qo'yilgan asosiy anaqa emas, qonun qoida emas. Buni o'zingizlarga moslashtirib tushunasizlar degan umiddaman. Imom Buxoriyning kitoblaridan Muoz ibn Jabal raziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ilm olinglar, chunki Alloh roziligi uchun ilm olish savobdir dedilar. Demak, Alloh roziligi uchun ilm olish savob ekan. Ilm olishdan maqsad o'zi Allohni rozi qilish ekan va u ilmni qanchalik o'zimiz olishga intilishimiz bizani shu savobga intilishimizni ko'rsatadi. Keyingi qismiga o'tamiz. Uni o'rganish tasbih. Qaranglar, qanaqa chiroyli narsa. Tasbihda qancha savob bor, o'rganishda xuddi shuncha savob bor ekan. Ilm qidirish jihod. Jiddu jahd deydi, ya'ni kim oxirgacha boradigan, borish kerak bo'lgan ishlarga shunaqa munosabat bildiriladi meni tasavvurimda. Demak, ilm qidirish uchun oxirgacha borgan degan ma'noda aytyapti. Qancha ko'p qidirsa, izlansa, shunga tenglashtirilgan ekan. O'sha vaqtda men to'liq bilmayman islom tarixini. Payg'ambarimiz paytida bo'lgan urushlarda qatnashganlarni juda katta savob olgan deyshadi. Payg'ambarimiz yonlarida turib, o'shanga tenglashtirilgan. Demak, eng to'g'ri jihod bu ilm qidirish ekan bu. Talab qilish ibodat. Bu nima degani? Talaba deyiladi o'zi. Arab tilida studentni talab qilsa ibodatga teng ekan. Ibodat qilganda odam qancha savob oladi? Menga shuni o'rgating, bilmadim, tushunmadim deb savol bersa, talab qilish o'rniga o'tadi. Shu holatda odam shuncha savob olar ekan. Uni o'rgatish sadaqa. Qaranglar, oldinglarga kimdir nimadir so'rab kelsa, biroz shunday yo'l ko'rsatib yuborsanglar ham aytadi. Men kitobdan o'qigan yoki bo'lmasa ma'mildan qilgan deb yoki bo'lmasa o'zingiz tushuntirib bersangiz, undan ham katta savob. O'z ahllariga yetkazish qurbat, ya'ni kim Allohga yaqinlik qilish. Bir joydan eshitdingiz, ham iskazi yomon ekan yoki boshqa ilmlarni oldingiz, olib kelib oilangizga yetkazdingiz shu narsani, to'g'ri narsani, foydali narsani. Masalan, shu iskazi yomon ekan, shu iskazini zaharlanib qolishi mumkin ekan yoki yaxshi bir domladan eshitgan gaplaringiz bor, kelib shu narsani yetkazdingiz, Allohga yaqinlik qilgan bo'lar ekansiz. Chunki ilm halol haromni o'rgatuvchi, jannat yo'lini ko'rsatuvchi. Mana shu yerda men har doim lol qoladigan joyim, ilm jannat yo'lini ko'rsatadi. Odam hatto shu ibodatda ham bilib bilmasdan to'g'ri, noto'g'ri o'qib qo'yishi mumkin-da. To'g'ri qilish uchun ilm olish kerak. Ilmi bor, bilimi bor odamdan o'rganish kerak va mana shu olimlarimiz uchun alohida jannat bor deb eshitganmiz. Ya'ni kim ular payg'ambarimizni merosxo'rlari deb qaraladi. Bu narsa haqida o'zlari ham aytganlar. Shuning uchun bu yerda jannat yo'lini ko'rsatuvchi deganda men shunday tushunaman. Qabrda ulfat. Mana shu joy har doim qaltiratadi meni. Demakki, odam qabrda yotganda o'z ilmi bilan suhbatlashar ekan. Yolg'izlikda ham suhbat to'ppa-to'g'ri. Men yolg'iz qolsam, bir narsalarni o'ylasam, o'zimni ilmimdan, o'zimni bilimimdan, bilganimdan, tajribamdan kelib chiqib mulohaza qilaman-da. Masalan, yaxshi narsa haqida o'ylasam ham yoki biron bir kelayotgan yomonlik haqida o'ylasam ham,
o'zimni imkoniyatimdan kelib chiqaman. Ilmim bo'lmasa nima haqida o'ylayman, qandoq o'ylayman, o'ylamayman. O'ylasam ham bitta narsani atrofida aylanaveraman. Oxiri bir natijaga, xulosaga, yechimgacha yetib bora olmayman ilmsizligimdan. G'ariblikda do'st. Juda katta gap bu. Meni o'zim boshimga tushgan. Bir ish qilganmiz, o'xshata olmaganmiz. Ozgina ayrim sabablarga ko'ra kattaroq pulga tushib qolganmiz. Ishoninglar, yo'lkiraga pul topolmagan paytimiz bo'lgan. Dars o'tamiz, o'qituvchimiz, ozmi ko'pmi bilganimiz bor. Kimga yetadi, kimga yetmaydi. Eshigimiz taqillatib 3-4 ta o'quvchi kirib kelganda o'shanda falonchimisiz, men o'shaman. Bizani o'qita olasizmi? O'shanda xonaga kirib bir ko'zimizga yosh kelgan. Aytganmiz, mana shunchadan bo'ladi desak, shuni cho'nchakdan chiqarib berganda pulni 2 oylik deb. Men aytganman, g'ariblikda do'st. Bilgani g'ariblikda do'st ekan. $200 so'rab ololmagan paytimiz bo'lgan ayrim tanishlarimizdan. Lekin Allohning o'zi yetkazgan. Bilganimiz uchun orqasida bu narsaga bilganimiz shunga sababchi bo'lgandan xursand bo'lganmiz. Xursandlikda dalolat qiluvchi, mana shu joyi ham yaxshi. O'sha xursand bo'lib ketganimizda ko'p narsaga erishyapmiz u bu degan joylar bo'lib qolganda anu holatni eslatadi. Bilim. Ilmsiz odam eslay olmaydi. Do'stlar oldida ziynat. Haqiqatan shunaqa. Yaqinda ham bir joyda o'tirdik. Hamma oldimizga kelyapti deb bolalarimiz katta bo'lib qoldi. Falon joyda o'qitmoqchimiz, falon joyda o'qitmoqchimiz. Qachon olib borsak bo'ladi, necha yoshda olib borsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi. Ulardan meni mashinam arzonroq. Ancha tutgan telefonim ham arzon, kiygan kiyimim ham arzon. Lekin hurmat boshqacha. Bundan xursand bo'ldik. Dushmanga qarshi qurol bo'ladi. Buni endi o'zingizlar bilasizlar. Mana uzoqqa bormaylar, Falastin bilan Izrail o'rtasida bo'layotgan urushda Izrailni yutayotganini yoki bo'lmasa o'sha bombalayotganini tagida nima turibdi desa, ilm turibdi. Ularga qarshi kurash uchun bir-biriga otmaslik uchun nima qilgan? Rossiya bilan, SSR bilan o'sha Amerika nima qilgan? Bir kelasa ham yadroviy bomba yaratib olganda o'sha paytda. Ilmsiz bo'lsa bo'lmaydi. Men endi qurol degan ma'noda faqat shu qurol ma'nosida aytayotganim yo'q, ma'naviy qurollar ham bor, lekin so'z ma'nosida kelganligi uchun shu gapni ifodalab ketdim. Endi shunaqa ilmni faqat qurol yarog' yaratish uchun ishlatish kerak degan ma'noda emas, iltimos. O'ng ko'z bilan qaraylik, iltimos. Ilm bilan banda oliy darajadagi yaxshi maqomga, buni endi tushundinglar, oliy maqomga erishar ekan, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini nimaga qattiq hurmat qilamiz? Ilmlari bo'lganligi uchun. To'g'ri, boshqa juda ko'p yaxshi xislatlari bo'lgan bu odamni. Lekin eng katta hurmatni baribir bilganlari uchun olganlar. Savollarimizga javob berganliklari uchun, shu kitoblarni yozib ketganliklari uchun, hamma narsalarni o'rganishda ulardagi ilmni ziyosi hali ham tarqab turganligi uchun ko'rmagan bo'lsam ham hurmat qilaman shu odamni. Ko'zim bilan ko'rmaganman shu odamni, televizorda yoki telefonning ekranida, kitobda maqovasida ko'rganman. Lekin sidqidildan hurmat qilaman. Sababiki ilm. Xuddi shunaqa Buxoriyni, xuddi shunaqa Ibn Sinoni, xuddi shunaqa va boshqa juda ko'p olimlarni nega hurmat qilamiz? Nega katta maqomga erishganlar bilgani uchun? Dunyoda podshohlar bilan o'tirishga to'g'ri. Podshoni biron bir katta tashvishi chiqib qolsa, muammosi chiqib qolsa, kimga aytadi uni yechimini? U ham odam. Uni ham maslahatchilari bor, vazirlari bor. Ulardan ham bir narsa chiqmasa kimni chaqiradi? Shu sohaning mutaxassisini chaqiradi. Masalan, koronavirus bo'lgan paytda kimni chaqirishgan deb bilasizlar? Hamma davlatning rahbarlari shu infeksionistlarni chaqirishgan, terapeutlarni chaqirishgan, bilimdon, olim, ulamo odamlarni chaqirishgan. Xuddi shunga o'xshagan podshohlar bilan o'tirishga bu ilmi bori sabab bo'ladi. Ilmsizni chaqirmaydi baribir. Jannatda mo'minlar bilan birga bo'lishga erishadi. Ilm haqida fikr qilish ro'za tutish bilan barobar bo'lib, qaranglar, ilm haqida o'ylasa, ro'za tutish bilan barobar ekan. Uni muzokara qilish qiyom. Qiyom degani o'sha tik turib namoz o'qiydigan holatda nazarda tutilyapti menimcha. Muzokara qilish. Bu yerda bahs to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Muzokaradan bahsning farqi bor. Ruschalab spor и diskussiya deydi. Haqiqatni yuzaga chiqarish uchun harakat qilsa muzokara bo'ladi. Men aytdim 2 kere 2 ni 6 dedim, masalan, o'rtog'im 2 kere 2 ni 4 dedi va u isbotlab berdi to'g'ri ekanligini barmoqlari bilan, masalan, mana qara, ikkita deb menga tushuntirdi, faraz qilaman shunaqa bo'ldi deb. Men to'xtadim. Ha, rostdan to'g'ri ekan. Boya xato qildim o'rtoqjon, rahmat senga dedim. Bu muzokara. U o'zini fikrini aytdi, men o'zim fikrimni aytdim. Lekin men u bilan bahslashsam, "Yo, sen baribir nohaqsan, yo'qmi?" Bu yaxshi emas. Bundan qaytarilgan bilishimcha.
ilm bilan silai rahm qilinadi. Buni qandoq bilamiz? Men Toshmiyda o'qiganmiz. Ozmi ko'pmi tibbiyotdan xabarimiz bor. Shunaqa momentlar bo'lib qoladi. Doktorga ayta olmaydigan sirlar yoki doktor topolmagan paytlar bo'lsa, qarindoshlarimiz qiladi. Bilganimizcha yordam beramiz. Borib ko'rishga bir xilda vaqtimiz topolmasak ham shu ovozini eshitamiz, yordamimiz tegadi. Rahmatli adamlarning oilalari bor edi. Muborak edi ismlari. Muborak derdik. 92 da vafot etdilar. Har doim bir dorini ichmoqchi bo'lsalar, zo'roqda bo'lsam ham telefon qildirardilar. Kelsam alohida o'tkazardilar. Nimaga desam, sen meni necha marta davlenlar oshgan boshqa paytda yordam berganim uchun sen falonchini o'qitding, o'qishga kirgizding, sen menga yordam berding, sen aqllisan keldi. Va o'sha odam yo'g'imda ham men eslardim, borganimda ani tiki bir poshoni kutib olgandek kutib olardilar. Men buni silai rahmligiga o'zim ko'zim bilan guvoh bo'lganman demoqchiman bu bilan. Hukmlar yechiladi, halol harom bilinadi, Allohni taniladi. Mana shu narsaga qo'shib ketay, Allohni taniladi degan joyiga Ibn Sinoni aytgan gaplari bor ekan. Bosh miyani o'rganganim sari yaratgan Allohga nisbatan hurmatim oshib ketyapti degan ekanlar. Bu nima degani? Allohning qudratiga tan berganda. Tan berish uchun ilmli bo'lish shart. To'g'ri ma'noda aytayapman. Buni o'rganib tagiga yetgandan keyin tushunadi odam. O'zini fanini, o'zini bilimida endi oxiriga hech narsani yetib bo'lmaydi. O'ziga bo'lgan ishonchini oshirish uchun, o'zidagi bo'lgan savollarga javob topganda, buni mexanizmlarni ko'rib baribir tan beradi. Allohdan itoat va ibodat qilinadi. Endi ilm Xitoyda bo'lsa ham borib o'rganiladiganlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun aytmoqchimizki, hammanglarni ilm yo'lida qilayotgan mashaqqatinglarga Allohning o'zi sabr bersin. Kabi bo'lsa uzr. Hammaga rahmat.